Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 11-iyul 2026-yil. Hozir sizlarga bizni erta pishar zo'renkamizni nishona hosilini ko'rsatmoqchiman. Mana buni razmerlari, kalibrlari to'liq yetildi. O'zimni daftarimga yozib qo'ygan qaydnomalarimda bu yil 25-30 martlarda kurtaklar, uzunni tanasidagi kurtaklar uyg'onib o'sishni boshlagan. O'sha kundan hisoblasak, mana 100-105 kunda uzun to'liq pishdi. Buni ichidagi danagini ham hozir yeb ko'ramiz. Danagi ham to'liq pishib, mana danagini holati. Uzun to'liq pishgan. Juda mazali bo'libdi. Juda ham shirin, mazali, karsildoq, go'shtlik qizil uzun zo'renka. Sizlarga tavsiya qilaman. Erta pishar. Like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.